Moldaviya. Sony Pictures Home Entertainment namoyish etadi. Brett Krevoy va Donald Kushner mahsuloti. Simon Fellows filmi. Jean-Claude Van Damme. Rollarda Julia Cox, Alan McKenna, William Tepley, Razak Adoti, Velibor Topik va boshqalar. Bastakor Mark Seyfried. Hozircha biror narsa sodir bo'lmayotgan ekan. Ajoyib barda o'tirib pivo ichaman. Mahalliy aholi bayrog'ingizni yoqib yubordi. Buni tasvirga olish kerak edi. Biror bir qiziq narsaga o't qo'yishsa tasvirga olaman. Masalan, yangi prezidentnimi? Amirovnimi? Amirovni. Ammo savol u qanchaga dosh beradi? Birinchi haftada dosh berdi. Xalq uni yaxshi ko'radi. U saylovlarda halol kurashib yutib chiqdi. Ammo saylovda yutqazgan Krilovni Amirov borasida o'z rejalari hujjatingiz. Komandir kiyimlarni kutishga chiqyapman. O'tavering. Rahmat. Ahmoq. Yangi elchimizni aeroportda hech kim kutib bo'lmaydimi? Yangi ikkinchi raqam elchining o'rinbosari alohida tantanaga loyiq emas. Bugun o'rinbosar kelmayapti. Eshitishimcha bu yangi harbiy atashe ekan. Harbiy atashe qiziq. O'ylashimcha qo'zg'olonchilar va Kirillov davlat to'ntarilishini rejalashtirmoqda. Amirov xavfsizlik borasida ulkan muammosi borligini biladi. Qolaversa, armiya uni qo'llamasligidan xavotirda. Meni hayron qoldiryapsan. Shu sababdan Norland uni taklif qilgan. U qaltis vaziyatlarda kerak bo'ladigan odamlardan. Haqiqatga tik qaraylik. AQSh xavfsizlik masalalariga jiddiy qaraydi. Prodyuserlar Donald Kushner, Pierce Spengler va Brett Krevoy. Kim o'zi u? Uning ismi Keenan, komandir Samuel Keenan. Dengiz piyodalari qismidan jangovar kishi. Janob, sumkangiz? Rahmat. Aytishlaricha uni tanir ekansiz. Ha, Mishel ikkimiz Al-Basrada uning guruhida bo'lganmiz. Ammo qayd qilaman, Mishel uni mendan yaxshiroq biladi. Janob, Bu United World News'dagi o'zimizning tengi yo'q Michelle Whitmanmi? Xuddi o'zi. Ssenariy mualliflari Jonathan Bowers, David Carley va Jason Rothwell. Mishelning aytishicha ishga kirishdan oldin shu yerga mehmonxonaga kelar emish. Rejissor Simon Fellows. Whitman xonimning omadi bor ekan. Familiyangiz, kapral? Mbatter janob. Continental mehmonxonasi qayerda ekanini bilasizmi? Janob, menga sizni to'g'ri elchixonaga olib borish buyurilgan. Keyin esa prezident saroyiga. Ammo mehmonxona shundoq yo'limizda. Faqat boshqa yo'nalishda. Bir soatda qaytaman. Kelishdikmi? Eshitaman janob. Kim u? Ishlaring qanday?
okay? I'm fine. Salom. iflos jurnalistcha. Shit. Sam, Qoyiga tinchlan. Daf bo'ling, bu yerda qiladigan ishingiz yo'q. Biz jurnalistlarmiz. Daf bo'ling, xorijlik jurnalistlar. Otmang. Qochdik! Men sen bilan. Harbiy politsiya, tezroq keting. Janob, omonmisiz? Hammasi yaxshi. Tez yordam chaqir. Hoziroq. Xo'p bo'ladi, janob. Hoy, Mishel, bu yerdan men bilan keting. ketasan. Elchixonada xavfsiz bo'lasan. Men jurnalistman, Sam. Xuddi mana bu kabi. Telefoningiz qayerda? Bo'la Uni qoling. taqdiri boshingga tushishini istaysanmi? Agar bu yerda nima bo'layotganini biz ko'rsatmasak, buni kim qiladi? Sam, men yaxshi bilasan. Janob, bu yerga Milliy gvardiya kelyapti. Sizni bu yerda ko'rishmagani ma'qul. Ko'chaga chiqa ko'rma. Bu yerda nimalar bo'layotganini aniqlashga urinib ko'raman. Xavotir olmasam, hammasi yaxshi bo'ladi. Mishel, keyin seni o'zim topaman. Nazarimda bomba portladi. Qayerda? Kazarmalar hududida. Vaziyat iziga tushgandek ko'ringandi. Ammo saylovlar o'tishi bilan Kimgadir uni natijalari yoqmagan ko'rinadi. Ketdik. Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi 3-iyul. To'pchi askar serjant Darnell, komandir Sam Kennan. To'pchi askar serjant. Meni Gani deyavering. Chiroyli shahar, shundaymi? Yana juda sokin. Bundan battarlari ham bo'lgan. Siz bilan tanishganimdan xursandman, janob. Komandir Kenan, Jennifer Leonardman. Tanishganimdan xursand. Marhamat, bu tomonga. Elchi Norland siz haqingizda yaxshi gaplar aytgandi. Jorjmi? U yaxshi inson. Nazarimda shahar uni yordamiga muhtoj ko'rinadi. U sizni ichkarida kutyapti. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Sam, ishlar qalay, og'ayni? Kechikkanim uchun ma'zur tutasiz, janob elchi. Ichki xavfsizligimiz uchun javobgar Jon Layden. Dengiz Tanishganimdan mushklari guruhining rahbari Jon Boldwin. Bu yangi harbiy attashamiz komandir Kennan. Kelibsiz, komandir Kenan. Hozir vaziyat quyidagicha. Qo'zg'olonchilarning bir qismi sobiq harbiylar, sobiq prezident Kirillovga sodiq kimsalar yangi prezidentga qarshi kayfiyatda. Ularga mana bu odam rahbarlik qilmoqda. Tavarov mehmonxonada jurnalistlarga hujum qilishni ham u buyurgan. Ular ekstremistlar, Amerikaga qarshi kayfiyatdagi Shu kommunistlar. paytgacha bosh ko'tarishga jur'at qilishmagan edi. O'rtoq Tavarov. Vaqt bo'ldi. Boshlaymiz. Luka, Ha, janob. boshla.
Shunday qilish kerakligiga ishonching komilmi? Do'sting ko'ngilsizliklarga aralashmang degandi-ku. Qayerda ko'ngilsizlik bo'lsa, o'sha yerda men ham bo'laman. U bilan ham shunday tanishgandik. Nazarimda hozir qo'zg'olon boshlanadi. Tayyor tur. Janob elchi. Mana Frank Gaines ham keldi, Maraba vakili. Bu bizning yangi harbiy attashamiz komandir Kenan. Sizni hali ham o'lim deb atashadimi? Nimani nazarda tutyapsiz? Mehmonxonaga bordingiz, yarim soat o'tmasdan 8 kishi murdaga aylandi. Frank, sen biz tomonda. Halok bo'lgan jurnalistlar kabi. Portlash va qotilliklar haqida nimalar ma'lum? Demak, bitta katta va 3 ta kichik portlashlar bo'ldi. Joylardagi manbalarimning xabariga ko'ra, fitnada taxminan 500 ga yaqin qo'zg'olonchilar ishtirok etmoqda. Ular bu yerdagi kazarmani va bu hududdagi Milliy gvardiya qarorgohini vayron qilishgan. Qolaversa, ular amerikaliklarga ham e'tibor qaratishgan. Amerikaliklar orasida jabr ko'rganlar bor. Hozircha qayd qilinmagan. Mamlakat harbiy kuchlari qayerda? Prezident Amirov general Borgov boshchiligidagi armiyani qo'zg'olonchilar qarorgohini yo'q qilish uchun jo'natgan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarga qaraganda harbiy armiya tog'dan 5 soatsiz qayta olmaydi. 3 ga 1 tikaman. Yarim tunga bormay Amirov dorga tortiladi. Prezident saroyi, prezident Amirov kabineti. Poytaxt tartibsizliklar girdobida. Qo'zg'olonchilar prezidentni armiya va politsiyadan ajratib qo'ydi. Amirovga armiya ko'magi kerak, ammo harbiylar tog'da qolib ketgan. Eshitaman o'rtoq. O'q uzing. Xo'p bo'ladi. Qayerdan o'q uzishdi? Milliy gvardiya o't ochdi. Tasvirga olyapsanmi? Ha, hammasini. Olomon saroyini ishg'ol qilishga kirishdi. Milliy gvardiyamiz o't ochdi. Meni xalqimgami? Kim ularga buyruq berdi? Ular asabiylashmoqda. Bu tabiiy. Harbiy qo'shinim bunga chek qo'yishi mumkin. Ammo u bir necha soatdan keyin yetib keladi. General Borgov bilan aloqa uzilib qolgan. Aeroport ochiq. Sizga samolyot tayyorlab qo'ydim. Samolyot? Demak, boshqa imkoniyat yo'qmi? Kim oshkora qochib ketishimga qo'yib berar ekan? Kapitan Serbatni chaqiring. Hoziroq jo'nab ketishingiz kerak. Bosh shtabim rahbarini qamoqqa oling. Janob prezident. Menga uning maslahatlari kerak emas. Janob prezident. Iltimos, meni elchi Norland bilan ulang. Vaziyatdan ruhlangan qo'zg'olonchilar olomonni oshkora ravishda saroyni ishg'ol qilishga undamoqda. Binoda qancha dengiz piyodalari bor? Ular qancha odamni himoya qilish kerak? Rasmiy ravishda elchixonada 27 nafar xodim bor. Shaharda esa neft va aloqa sohasida 42 nafar amerikalik faoliyat ko'rsatadi. Elchixonani 15 nafar dengiz piyodalari himoya qilyapti. 15 ta bor yo'qmi? Bu joy xatarli hisoblanmasdi. Derazadan bir qarang, janob Gaines. Vaziyatdan xabarim bor. Prezident Amirov qo'ng'iroq qildi. Kommunistlar saroyga hujum qildi. Xo'sh, nima bo'pti? Unga bizning yordamimiz kerak. Unda do'zaxda gunohkorlarga muz kerak bo'ladi-de. Bizda qancha qurol va transport bor? Sekinroq janob o'lim. Nimani nazarda tutganingizni tushunyapman.
Bu haqda ham gap bo'lishi mumkin. Agar unga yordamimiz kerak bo'lsa, darhol harakat qilish kerak. Sizni hurmat qilgan holda aytishim kerakki, Uni eshiting, Gaines. Dengiz piyodalarida harbiy tajriba bormi? Gani, Bater va Zangir Iroqda bo'lishgan. Shuni o'zi yetarli. Harakat qilishga ruxsat bering. Uni saroydan olib chiqaman. Ruxsat beraman. Ortimdan yuring. Sam, o'rinbosarim hali o'z vakolatidan voz kechgani yo'q. Shu boisdan seni vaqtinchalik yangi lavozimga tayinlayman. Endi komandir o'rinbosari hisoblanasan. bu yerda namoyishchilar kamroq, to'pponcha o'qlangan janob. Rahmat. Shu yerda to'xtang. Bu yoqqa o'zim boraman. Saroyga kirish eshigi ming la'nat. Saroy qo'riqchilari vahimaga tushgan ko'rinadi. Ulardan ko'z uzmang. Bu Sam. Meni bu yerdan olib chiqishga keldingizmi? Xuddi shunday, janob. Haydovchingiz qayerda? Iltimos, ortimdan yuring. Sen bizni muammo, olomon hozir saroyga bostirib kiradi. Xo'sh, bir rejaga o'tamiz. Ortimdan yuring. Baldwin, chiqish paytida bizni pana qilib turing. Xo'p bo'ladi. Sam, sizni ortingizdan boramiz. Saroyni bir guruh soqchilar himoya qilyapti. Armiya esa bir necha soatdan keyin yetib keladi. Qo'zg'olonchilar esa hozir yoki hech qachon deyishmoqda. Xudoyim, bu Sam. Qani chiq. Engashing, janob. Bu yerdan ketamiz. Ha, ketdik. Tovarov. Amerika elchixonasini qurshab oling. Yo'lbars bir gapiryapti, ortingizdan boryapmiz.
Elchixonaga qaytyapmiz. Qabul. Ortimizdan kelavering. Bizni pana qiling. Ganni, deyarli yetib keldik. Bizni pana qiling. Tushundim, janob. Kutib olishga tayyormiz. Diqqat, yo'limizni to'sib qo'yishdi. Tushundim, janob. Sabr qiling. Sizni olib chiqaman. Mahkam ushlang. Qani qayda? Qani bo'linglar, tezroq. Pazini, meni panala. Ularni yo'q qil, tezroq. Ularni o'zimga qo'yib ber, ketdik. Hamma devor yoniga. Ular chap tomonda. Bir chiziqda harakatlanamiz. Ahvolingiz yaxshimi, janob prezident? Ha, hammasi joyida. Ketdik. Yuring. Yugurishga to'g'ri keladi. Ha. Menga granatani ber. Ketinglar bu yerdan. Faqat buyrug'im bilan o'q uzilsin. Ortimdan. Qani ketdik. Engashing. O't oching. La'nati darvozani oching. Bu yoqqa. Diqqat, engashing. Darvozani yoping. Ular chekinishyapti. AQShga xush kelibsiz, janob prezident. Katta rahmat. Sizdan juda minnatdorman. Janob, sizni ichkarida elchi kutyapti. Sir, Biz bilan kapral Zangir aloqaga chiqdi. U hali ham Pazini bilan tashqarida. Ularni qaytarish uchun guruh tuzdim. Bekor qiling, Ganni. Shahar qo'zg'olonchilarga to'la va shu tomonga kelishyapti. Menga barcha askarlaringiz kerak. Zangir va Pazini eng yaxshi jangchilar. Bunga ishonchim komil. Axir ular dengiz piyodalari. O'zlari eplashiga ishonaman. Xo'p bo'ladi, janob. Jones, chap qanotga. Red, sen o'ngga. Tezroq qimirlang, joylaringizni egallang. Iltimos diqqat qiling. Barcha oddiy fuqarolarni xavfsizlik qo'llanmasidan ogoh bo'lishi uchun Fayyaga taklif qilamiz. Salom kichkintoy, o'taveringlar. Xavotir olma, hammasi iziga tushadi. Ishonchingiz komilmi? Ekskursiya uchun juda qulay fursat. Bular shaharda ishlayotgan amerikaliklar. Xavfsizlik uchun ularni bu yerga yig'ishdi. Binoni himoya qilishimiz kerak. Sizda binoning rejasi bormi? Dengiz piyodalari yo'lak oxirida chap tomonda joylashgan. Bunker va boshqa maxsus xonalar esa yerto'lada joylashgan. Ortimda yuring, sizga bino rejasini ko'rsataman. Barcha evakuatsiya qilinganlar Fayyaga yig'ilsin va qo'llanma bilan tanishsin. Ular ko'cha boshida to'planishyapti, gal.
Qo'zg'olonchilar to'dasini to'xtatishga yetarli o'q-dorimiz bor. Yagona yetishmayotgan narsa bu toza havo. Granatomyotchini payqadim. Bu yaxshi xabarni elchiga yetkazaman. Endi jiddiyroq usulga o'tamiz. Chunki vaqtimiz kam. Agar reja o'zgarsa, biz bilan aloqaga chiqing. Ehtiyot bo'ling! Granatomyot yotinglar! Tirikmisan? Ha. Yordam kuchlarini chaqir. Derazalar yopilsin. Xo'p bo'ladi. Ikkingiz ortimdan. Hoziroq yerto'laga tushing. Ahvolingiz yaxshimi? Norland. Jinurson, Norland. Nima bo'ldi? Sam, Shifokor. Darhol shifokor chaqiring. buni kim qildi? Granatomyotchining ishi. Sizni ko'rib qo'yishim kerak. Yo'q, Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat chida. omon qolmasam kerak. Unga tegmagan ma'qul. Amirov yer to'ladi. Xavfdan xoli. Hozircha. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Bu kapitan Geller aloqa uchun javob beradi. Salom, kapitan. Janob, Prezidentning ahvoli qanday? Uning ahvoli joyida. Bilgan ma'lumotingiz shumi? Oq uyni favqulodda holatlar bo'limi aloqadasiz. Tayyor, janob. Sam Kinnon gapiryapti. Afsus bilan shuni ma'lum qilamanki, elchixonaga hujum paytida elchi Norland halok bo'ldi. Richard Hammondman, davlat kotibi. Ta'ziyamizni qabul qiling, komandir Kenan. Nima bo'ldi? Davlat to'ntarilishiga urinish. Amirov bizda. Binoga granatomyotdan o't ochishdi. John Franklinman, NCA'dan. Xavfsizlik masalasi qanday? Kirillov tarafdorlari qurshovidamiz. Menga yordam kuchlari kerak. General Anderson gapiryapti. Sizga eng yaqin harbiy kuchlarimiz sizdan g'arbda 6 soatlik masofada joylashgan. Sizdan talab qilinadigani nima bo'lmasin, ular yetib borgunicha dosh berish. Meni tushundingizmi? Tushundim. Agar mumkin bo'lsa, shoshiling. Sizni tushundim. Komandir Kenan, Kapitoliy, Pentagon va MRB bilan doimiy aloqada bo'lasiz. Barcha rejalar va o'zgarishlar haqida bizga xabar qilib turing. Omad tilayman. Bu general Anderson dengiz piyodalarining 22-ekspeditsiya harbiy qismiga elchixonangizga ko'mak berishni buyurdim. Adriatika dengizi, Challenger AQSh dengizi qo'shinlari harbiy kemasi. O'Brien, xabarni tekshiring. Mutlaqo maxfiy 710-994 nuqtasiga dengiz piyodalari qo'shini jo'natilsin. Quruqlikdagi qo'shinlarga jo'natilsin. Xabarni jo'natish. Navbatdagi xabar. Mutlaqo maxfiy. Darhol AQSh elchixonasi evakuatsiya qilinsin. Viktoriya porti, Spelensk, Xorvatiya.
Tezroq, tezroq! Bo'la qolinglar. Parvozga tayyormiz. Parvozga tayyormiz. Qaysi tomonga uchamiz? Qabul. Nishoningiz Moldoviyadagi AQSh elchixonasi. U yerdagi barchani olib chiqish kerak. Delta 11 biz tayyormiz. Vertolyotlar uchishi mumkin. Delta 13 vertolyotlar yo'lga tushdi. Yigitlar, hushyor bo'ling. Yo'limiz olis. Xavfsizligimizga ishonchi komil bo'lganlar qo'l ko'tarsin. O'ylashimcha eng ma'quli evakuatsiya rejasiga o'tish. Davlat kotibi bilan suhbatimni eshitdingiz-ku. Vazifamizni bajardik. Yagona imkoniyatimiz bu evakuatsiya. Qancha ko'p kutsak, ketish shunchalik qiyin bo'ladi. Evakuatsiya rejasi faqat 15 kishiga mo'ljallangan, ammo bu yerda 50 dan ziyod odam bor. Tashqarida esa bizni qurshab olishgan. General Borgov qachon qaytadi? Taxminan 4 soatda. Bu vaqt ichida qo'zg'olonchilar bizni yanchib tashlashadi. Elchi Norland bu zaif demokratiyaning qulashini xohlamagan bo'lardi. Men ham uning qulashiga yo'l qo'ymayman. Qarshilik ko'rsatamiz. Bayramingizni buzayotganimdan juda afsusdaman, Kenan. Ammo Norland o'ldi. Nahotki bu devorlar ichida ko'pga dosh bera olmasligimizni hech kim tushunmayotgan bo'lsa. Evakuatsiya vaziyatga yechim bo'la olmaydi. Hammasi tugadi. Bu yer ikkinchi Vyetnamga aylandi, qariya. Bizga yordam bermaysizmi, Frank? Vaziyat qandayligini bila turib, amerikaliklarni qurbon qilishganmi, Jon? Bu yerga kelganiga bir kun ham bo'lmadi. Bu yerdagi vaziyatni qayerdan ham bilardi? Qani, ayting-chi. Janob, aloqa xonasiga keling. Boryapman. Ular bizga 4-to'lqinda aloqaga chiqishdi. Kim u? Bilmadim. Rahbar bilan gaplashmoqchi. Bu Sam Keenan, eshitaman. Men rahbar bilan gaplashmoqchiman, elchi bilan. U halok bo'ldi. Rahbar menman. Familiyam Tavarov. Revolyutsiya xalq hukumatining vakiliman. Prezident Yuriy Amirovni topshirishingizni talab qilamiz. Uni buyrug'i bilan saroy yonida otib tashlangan gunohsiz odamlar uchun qatl qilinadi. Qabul. Amirov bizning himoyamizda, Amerika hududida. Agar shunday jinoyat qilgan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Qurolli tahdid asosida emas. Demokratiya tamoyillari shunday. Qabul. Prezident Amirovni topshirishingizni talab qilamiz. Derazadan qarasangiz bo'lardi, janob Keenan. Shundoq darvoza qarshisiga. Jin ursin. Ming la'nat. Tomga. Sizni bir daqiqaga mumkinmi, Jon? Vyetnamni esga solganingiz jahlini chiqardi. U o'sha yerda tug'ilgan, onasi u yerda fransuz diplomatlari guruhi bilan borgan. Otasi esa arzimagan zobit bo'lgan, uni Saygondan qochayotgan paytda otib o'ldirishgan. Evakuatsiyani nega yoqtirmasligini tushundim. Yo'q, unda xudbinlik juda kuchli. Bu nusxa erkin jangchi. Biz Jorj Norlanddan keyin junglidagi yovvoyining qo'li ostida qoldik. Ammo bu safar o'rnini ko'rsatib qo'yaman. Agar bu yerda va binodagi odamlarni qutqarib qolmoqchi bo'lsangiz, sizga ham shuni maslahat beraman. Qani bol, chiq! Sexab! Redwood 2, ularda 3 ta garovdagi odam bor, bittasi ayol kishi. Ularga qurol bilan tahdid qilishyapti, qabul.
Bu general Ilinyev. Yonidagi adashmasam jurnalist. Yana anavi ayol ham. Bu Mishel Whitman, To'g'ri. United World News. Ha, Janob Tovarov, agar muhokamaga kirishmoqchi bo'lsangiz, garovdagilarni ozod qiling. Hoziroq. Talabimiz juda oddiy. Prezident Amirovni bizga topshiring. Aks holda garovdagilar qatl qilinishadi. Jeneva konvensiyasidagi harbiy asirlarga munosabat talabi nima bo'ladi? Ammo hammaga ma'lum bizda urush bo'layotgani yo'q. Garovdagilar esa gunohsiz oddiy fuqarolar. U holda prezidentimizni ozod qiling. Juda oson. bu hazillashmayapti. Bizni pozitsiyamiz ham aniq, janob Tovarov. Qabul. On 15 daqiqa vaqtingiz bor. Keyin ikkalasini ham o'ldiraman. Shundan so'ng janob kelin sizni va elchixonadagi barchani Mamlakatimizni qaytarib olamiz. Qanday yo'l bilan bu sizga bog'liq. Boshqa choramiz yo'q. Fikrimni o'qiyapsiz, janob. Sohib Jamol Beyonseni unutishga to'g'ri keladimi? Nimani reja qilyapsiz, Kenan? Ularni chalg'itish kerak. Gani, imkoniyatimiz qanday? Ikkita razvedkachimiz bor, tengsiz merganlar. Agar ular harakat qilishsa, garovdagilarni ozod qilish mumkin. Ammo portlovchi modda yo'q. Haqsiz. Bor yo'g'i ikkita odam. Qo'lidan kelgani e'tiborni o'ziga tortish bo'ladi. Bu ishga qarshiman, ammo gapimni tugatishga qo'yib bering. Sizda portlovchi modda yo'q, lekin menda bor. Kichikroq qutqaruv guruhi bor. Uni Charlie 4 deb atayman. Yo'lbars 1, bu Redwood 1, qabul. Yo'lbars 1. Qabul. Hozir qayerdasiz? Baxtiyor ko'chasida. Harakatlana olasizmi? Albatta. Demak, janoblar, Plesha ko'chasida velosiped do'koni bor. U sizdan g'arb tomonda, 2 ko'cha narida. yaxshi uni topamiz. Sotuvchi ismingizni so'raydi. Michael Jordan deb javob qaytaring. Ichkariga kirganingizdan so'ng bizga aloqaga chiqing. Yana ehtiyot bo'ling. Mayli, ketdik. Janob. Tovarov degan kimsa hozirgina garovdagini o'ldirdi. Agar sizni topshirmasam, qolganlarni ham o'ldiradi. Menga to'g'ri javobingiz kerak. Eshitaman. Olomonga o'q uzishni Milliy gvardiyaga siz buyurganmidingiz? Yo'q. Sizga bir narsani tushuntiraman. Ular shafqatsiz kimsalar. 10 yildan beri ularga qarshi kurashyapmiz. 20 yil esa ularni qo'l ostida yashadik. Agar ularga o'zimni topshirsam, qotilliklar tugashiga ishonganimda allaqachon shunday qilardim. Ammo haqiqat shundaki, faqat tirik qolsamgina xalqimni himoya qila olaman. Sizni ham bu ishga aralashtirganim uchun ma'zur tutasiz, janob Keenan. Qanday qarorga kelsangiz ham sizni tushunaman. Rahmat. Tez orada armiya ham shu yerda bo'ladi. Amerika elchixonasining manzili, Borgov armiyasining manzili. Yetib kelishi vaqti 4 soat.
General Borgovning 18-batalyoni Amerika elchixonasi tomon harakatlanmoqda. 4 soatdan keyin yetib boramiz. Meni tushundingizmi? General Borgovning 18-batalyoni Amerika elchixonasi tomon harakatlanmoqda. 4 soatdan keyin yetib boramiz. Qabul. Salom, men Michael Jordanman. Juda xursandman. Marhamat, ortimdan yuring. Xo'p. Radioingiz bormi? Mana portlovchi modda. Juda yaxshi, rahmat. Atrofni kuzating. Shubhali narsa sezsangiz ogohlantiring. Mabodo sizni kuzatishsa yoki payqab qolishsa, Tushundim. yaxshi. Ketdik. Velosipedlar joyida. Yo'lbars bir tayyor, qabul. Redwood 1. Tushundim. Tayyorlaning. Ishoram bilan. 3, 2, 1. Boshladik. Engashing, engashing. Olg'a! Olg'a, olg'a. Tezroq garovdagilarni oling. Engashinglar. Tezroq. Bo'la qol, bo'la qol. Qani, ketamiz. Yoqqa. Bir kishi jarohatlandi. Tezroq qimirlang. Ularni tezroq ichkariga olib kiring. Qimirlang. Tezroq, tezroq. Bo'la qolinglar. Pes. Yordam kerak. Shifokor kerak. Shifokorni chaqiring. U yerda askarimiz qolib ketdi, janob. Janob. Ket, Mateo, bo'la qol. Ketdik. Deyarli yetib keldik. Darvozani yop. Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi.
Tezroq shifokorlarni chaqiring, yaradorlar bor. Ahvolim joyida. Oyog'im. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga morfiy kerak. Ahvoling yaxshimi? Sekinroq. Boldwin, shifokorlar kerak. Tushundim, janob. Yana homiladorlarni pastga jo'nating. Sabr qil, Mateo, bo'sh kelma. Jang maydonidan reportaj qilish ajoyib, shunday emasmi? Adashmasam jurnalistlarsiz. Ha, Saroyda qancha odam bor edi? bilmadim. 50 ta yoki 100 ta. Tasvirga olayotgandik, bizni payqab qolishdi va izimizga tushishdi. Milliy gvardiyachilarchi? Yuk mashinasidan Kalashnikov bilan qurollangan odamlar tushdi va o't ochishdi. Qurollarni farqiga borasiz. Bu ishimning bir qismi. Yana qanday qurollarni ko'rdingiz? Balki tanklar ham bordir. Yo'q. Og'ir artilleriyachi. Yo'q, faqat yuk mashinalari. Ularning yetakchisi Tavarov sizga biror ziyon yetkazdimi? Sizni o'ldiraman dedimi? Yo'q, aksincha. Bizni ozod qilishdan xursandligini aytdi. Bu jarayon tugaganidan keyin ikkingiz ham xonamga kiring. Gani. General Borov qayerda? U bu yerdan 120 kilometr olisda. Og'ir artilleriya tufayli bu yerga 3,5 soat yetib keladi. Dushman katta talofat ko'rdi. Kapral Sheventon 25 nafar halok bo'lganlar va 12 nafar yaradorlarni sanagan. Bu Tavarovni to'xtata olmaydi. Yo'q, u bizga yordam kelayotganini biladi. Bu esa uni shoshishga majbur qiladi. Agar ular xohlayotgan narsani bermasak, binoni ishg'ol qilishga harakat qilishadi. Gani, Xomtama bo'lishadi. Istagan narsalarni xayoliga ham keltirishmasin. Dengiz mushuklari teran fikrlashdan ko'ra maqtanishni xush ko'radimi deyman. Garovdagilarni ozod qildik-ku, shunday emasmi? Keyin bu joyni ikkinchi Alamoga aylantirish shart emas. Yaxshi film. Albatta. Ammo u yerda hamma halok bo'ladi. bu Texasda bo'lgan, shundaymi? Janob, ular harakatga tushib qolishdi. Ha, vaziyat nazoratimizda. Shuning uchun Ehtiyot bo'linglar. Eski postni ishg'ol qilishdi. kompyuterlar ishdan chiqdi. Vashingtonni ogohlantirish kerak. Qarab ko'rchi, biror narsa qilsa bo'ladimi? Sun'iy yo'ldoshli aloqani ishga tushiraman. Ishga kirish. Bir necha daqiqa vaqt kerak. Tayyor. Washington, meni eshityapsizmi? Qabul. General Anderson, men sizni eshityapman. Meni davlat kotibi bilan ulang. Kotib Hammond eshitadi. Hozir vaziyat qanday? Qabul. Janob, qo'zg'olonchilar aloqa tizimini ishdan chiqardi. Janob kotib, Marabadan kapitan Gainsman. Ularning soni bizdan 3 barobar ko'p. 3 tomondan hujum qilishlari mumkin. Balki ularda og'ir artilleriya va tanklar ham bordir. Ha, ammo ko'mak kuchlari bir necha soatdan keyin yetib keladi. Borgovning armiyasi ulgurmasligi mumkin. Tun qorong'usida evakuatsiya rejasiga o'tishni ma'qul ko'rgan bo'lardim. Ammo men bu qarorga qo'shila olmayman, janob. Bir daqiqa kutib tura olasizmi, janob Kenan? Janob, bunga qarasangiz degandim. Janoblar, bizda muammo tug'ildi. Komandir Kenan, vazirlik Sizni rasmiy ravishda kapitan Bolduyni lavozimiga tayinlanganingiz haqidagi xabarni olmagan. Qabul. Sizni tushunmadim, janob. kapitan Bolduyning o'rniga
Elchi o'rinbosari etib tayinlanganingiz haqidagi xabar bizga kelmagan. Hozir rasmiy ravishda u buyruq berish kerak. Siz emas. Unga qo'lingizdan kelguncha yordam berishni buyuraman. Go'shakni kapitan Bolduinga bering. Kapitan Bolduin eshitadi. evakuatsiya haqida fikringiz Qanday? Binodagilarning xavfsizligiga kafolat bera olmayman. Shu sababdan evakuatsiya rejasini ma'qullayman. Kapitan Bolduin, harakat qilishingizga ruxsat beraman. Delta 13 yo'ldamiz. 3 soatdan keyin manzilda bo'lamiz. Qabul. Ba'zi gap so'zlar eshitdim. Nima ekan? Aytishlaricha bizni evakuatsiya qilishar ekan. Shunaqami? Sam, agar bu yerda qolsak halok bo'lamiz. Binoni tark etsak, hammamizni otib tashlashadi. Bolduin shunday qarorga kelgan. Mishel, Bolduin yaxshi askar, ammo jang maydonida bo'lmagan. Ammo bu uning hududi. Lekin hayot seniki. Hech qachon adashayotgan bo'lishim mumkin-ku deb o'ylaganmiz. Faqat bu safar emas. Agar boshqa chorasi bo'lmasa, qochish sharmandalik bo'lmaydi. Keyinroq gaplashamiz. Sizni ogohlantirishga harakat qilgandim. Yer osti yo'li qazishga vaqtimiz yo'q. Bu shart emas. Allaqachon hammasi tayyorlab qo'yilgan. Quloqim sizda. Senga bir narsam bor. Nima ekan? Bu vahimachilar shahar ichida ko'p narsa qurib tashlashgan. Havo hujumiga qarshi boshpanalar, komandirlik nuqtalari, bu yerdagi yer osti yo'llari Nyu-Yorkning metrosidan ham ko'proq. Bu biz uchun yaxshi. Barchani diqqatiga. Gari ochildi, qabul. Barcha xodimlar diqqatiga, gulxan yoqamiz. Barcha maxfiy ma'lumotlar yig'ilsin va o'tga tashlansin. barcha elchixona xodimlari pastga tushib evakuatsiyaga tayyorlansin. Menga hammasi joyida deyishgan. Tashqarida hamma tomon tinch. Shu yerda to'xtaymiz. Yo'lbars 1, transportni tayyorlang. Yo'lbars 2, tayyor, qabul. Yo'lbars 1, yer osti yo'lidan chiqish joyi toza. Qabul. Tezroq qimirlang. 400 metr masofani bosib o'tishimiz kerak. Guruh bo'lib harakatlaning. Qani olg'a. Avtobuslarda shahar tashqarisiga chiqib olgach, rejaning qolgan qismini aytaman. Hozircha esa joyingizni egallang, iltimos. Men shu yerda qolaman. Bu davlat kotibining buyrug'ini bajarmaslik degani. Davarov bilan elchixonamizdan kimdir aloqaga chiqqan. Bas qilsangiz-chi kelin. Shunchaki mag'lub bo'lganingizni tan oling. Redwood 2, odamlar evakuatsiya qilinishga tayyor, qabul. Birch 1 tushundim. Xohishing. Yurishda davom etamiz. Bu yoqqa. Yana ikkitasi keldi, qabul. Yuring. Tavarovning odamlari darvoza yonida to'planishmoqda.
Bostirib kirishgunicha yarim soat vaqtimiz bo'ladi. Komaga kelayotganlarga yangi manzili beraman. Barcha fuqarolarni vertolyotlarda evakuatsiya qilishadi. Hammasi juda oddiy. To'g'ri qaror qabul qildingiz. Ha. Redwood 2 vaziyat haqida xabar bering. Yo'lbars 1 qabul. Janob. Siz bir tomonga. Iltimos. Yana bir marta ogohlantirmay ketsangiz, adabingizni beraman. Agar yana shunday qiyin vaziyatda qolsangiz, ishonching komil bo'lsin, yordamga kelamiz. Ortimda. Yo'lga chiqamiz. Qani? Redwood 2 vaziyatdan xabardor qiling. Yo'lbars 1 qabul. Yo'lbars 1 yo'l ochiq. Ketdik. Ular shu yerda. Redwood 2 olg'a, olg'a. Engashing, engashing. Mayli, o'sha yerga borib, ularni pana qilib turamiz. Ketdik. Yaxshi ishladingiz. Ularni avtobusga chiqaramiz. Qani olg'a, olg'a. Redwood 2 vaziyatdan xabardor qiling. Yo'lbars 1 qabul. Deyarli yetib keldik, janob. Bu Berch 1. Prezident yo'lda qabul. Nega ular elchixonaga hujum qilishmayapti? Nimani kutishyapti? Yaxshi, kutyapmiz. Nimani kutishyapti? Bu yerda nimadir bor. Jin ursin. Nima qilyapsan? Hoy. Hoy, to'xta. Ming la'nat. Ortga. Hamma elchixonaga qaytsin, hoziroq. Mishel! Ketdik! Yigitlar, ketamiz. Hamma bu yerdan ketsin. Tezroq, tezroq. Tezroq ketinglar. Bo'la qoling, bo'la qoling. Chaqaroq, hamma oldinga. Ortga qaytamiz. Tezroq, tezroq, tezroq. Tezroq yuguring. Yigitlar, tezroq. Tezroq, tezroq. Yigitlar, bo'la qoling, tezroq.
Barcha odamlarni yerto'laga, prezidentni esa bunkerga bo'la Qani qol. ketdik, tezroq. Mishel qani? Mishel qani? Menimcha tunnelda. Yo'q, keyin endi kech. Keragi yo'q. 15 daqiqadan keyin Elchixona jang maydoniga bu aylanadi. yerda sen buyruq bermaysan. Gap insonlar hayoti haqida ketyapti. Menga 5 daqiqa vaqt ber, keyin yer osti yo'lini Xo'p yop. bo'ladi, janob. Meni kutmang. Mishel. Mishel. Qimirlama. Seni bu yerdan olib chiqaman. Yer osti yo'lini yop. Xo'p, janob. Ehtiyot bo'ling. Geller halok bo'lgan. Sun'iy yo'ldoshli aloqa yopildi. Tashqi dunyodan uzilib qoldik. Chiqayotganimizdan xabardor bo'lishgan. Bu aniq. Hammani tekshirib chiqqanmidik? Sog'chilik nuqtasidan o'tgan barchani. Ammo u yerda hech kim yo'q edi. Amirov hali ham tirik. Dengiz piyodalari manzili. Yetib kelish vaqti 1 soat. Bu Delta 13. Biz yo'ldamiz. 1 soatda manzilda bo'lamiz. Qabul. Borgov armiyasining manzili. Yetib kelish vaqti 1 soat. Janob prezident, Ha, o'ylashimizcha qo'zg'olonchilar kimgadir eshitish moslamasini o'rnatishgan. Ammo bu yerga kirganlarda moslama yo'qligiga ishonchim komil. odamlarimni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Toza. Balki kabinetingizda kimdir moslamani sizga o'rnatgandir. Bo'lishi mumkin. Ruxsat berasizmi? Bemalol. Hech narsa yo'q. Hammani tekshirib chiqdik. Yo'q. Hammani emas.
asilmedia.net taqdim etadi. Ilg'ash qiyin. Bu bizning mahsulotimiz. Tovarov doim bizdan 3 qadam narida bo'lgan. Boshing og'riyaptimi? Yo'q, kichkinagina g'urra. Sam, men Ba'zan hayot qiyin qarorlar qabul qilishga majbur qiladi. ammo bu odamlar bechora odamlar. Bilaman. Ammo endi o'tmishga aylandi. Balki bunday deyish insofdan emasdir, ammo endi o'tmishga aylandi. Bu haqda maqola yozishing kerak. Xo'pmi? Sendan shubhalanganim uchun kechir. Mishel. Hozir ular bor kuchi bilan hujumga o'tishadi. Vaziyatga ko'z quloq bo'lishim kerak. Sakkiz nafar dengiz piyodalari qoldi. Kayfiyating qanday? Gani jasur jangchilarimiz ularni adabini berib qo'yishga tayyor. Menga ishon. To'g'ri aytasan. Harakat qiladigan vaqt bo'ldi. Keninga bombalar kerak. Bularni unga olib bor. Temir kalitlar, mixlar, pichoqlar ham. 5 daqiqa vaqtim bor. Tushundingmi? Xo'p, janob. Meni qidirgan ekansiz. O'z vakolatimdan voz kechishim lozim. Yodingizda bo'lsa, rasmiy ravishda bu yerda ishlamayman. Bu Tovarov 4-to'lqinda. Oling. Mengacha ham siz rahbarlik qilayotgandingiz. Sam Kinnan. Janob Kenan, vaziyatni ikki tomon uchun ham qurbonlar. Siz bartaraf qilishingiz mumkin. Hozir prezident Amirovni bizga topshirasiz va mamlakatni sog'-omon tark etasiz. Dengiz piyodalari va bir qancha tanklar juda yaqin qoldi. Qabul. Ular bu yerga yetib kelishganda yangi hukumat bilan muzokaraga kirishishadi. Aloqa tugadi. Baldwin. Oddiy fuqarolar yerto'laga. Xo'p bo'ladi, janob. Ishlar qanday? Yomon. Hududda vaziyat qaltis. Yaxshi xabarchi? Yaxshi xabar deysizmi? Bu ablahlar haqiqiy azob qandayligini tatib ko'rishadi. Xuddi shunday qil, Ganni. Bu buyruq. Xo'p, janob. Janoblar, milliy bayramimiz bilan uni mushaklar bilan nishonlashni taklif qilaman. Ikkinchi tuzatishga sharaflar bo'lsin. Sen bu yerda nima qilyapsan? Chang'ida sayr qilyapman. Mishel, yerto'laga tush. Mayk u yerda tasvirga ololmaydi. Qolaversa, u yerda yorug'lik ham yetishmaydi. Aqlli, chiroyli va qaysar. Bunaqasini topish qiyin. O'rtoq, kutamizmi? Yo'q. Hujumga o'ting. Redwood 1, Redwood 2 ga. Ular hozir hujumga o'tishadi. Tayyor turing. Tushundim. Bakerning ishorasi bilan raqamni aytaman va o't ochishni bas qilasiz. Yaqin kelishga yo'l qo'yib beramiz. Keyin esa kichkina sovg'amizni namoyish qilamiz. Kunini ko'rsatib qo'yamiz. Qabul. Tushundim. Mana ular.
tezroq bu tomonga. Hamma ana bu burchakka borsin. General Borgov xavfsiz to'lqinda. Baker 3, Baker 5 va Baker 7. İşler yomon, chekinish kerak. Davalov, general Borgov gapiryapti. Pozitsiyangizga yaqinlashib qoldik. Bu yerda tark etishingizni buyuraman. Armiya yetib keldi. O yerdan keting. Tezroq. Kapitan Keenan, kutgan ko'magingiz Yetib keldi. Omadingiz bor ekan. Baker 6. Ular o't ochishni to'xtatdi. Qo'zg'olonchilar chekinmoqda. Qaytaraman, qo'zg'olonchilar chekinmoqda. Durbinni ber. Bu general Bagrovning harbiy bo'linmasi. Ular ulgurishdi. Jasur dengiz mushuklarini tabriklayman. Nihoyat sizga yuk bo'lmasdan saroyga qaytishim mumkin. Rahmat. General Borgovni yaxshi bilaman. Uning sizga bergan hisobotini eshitishdan mamnun bo'lardim, janob prezident. Yaxshi. Rahmat. Jon, ishonchim komil. Ajoyib surat chiqadi. Redwood 1, jurnalist qizga ayting, kamerasini tayyorlab tursin. Qabul. Sizni tushundim.
Vaqtida yetib keldingiz, general. Sizni yana ko'rganimdan xursandman. Yetib kelganingiz uchun rahmat. Pirch bir gapiradi. Qo'zg'olonchilar ortga chekindi. Prezident saroyi xatardan xoli. Prezident Amirovga xalqi kutayotganini yetkazing. Aloqa tugadi. Xudoga shukr. Yaramas. Redwood 3 orqaga qayting. Armiya ham fitnada ishtirok etmoqda. Orqaga engashing, engashing. Chekinamiz. Prezidentni bunkerga olib boring, hoziroq. Ketamiz. Anaconda 6 Amerika elchixonasiga yetib keldik. Meni eshityapsizmi? Qabul. Bu Redwood 1, qaytaring, sizni yaxshi tushunmadim. Qabul. Bu Anaconda 6. Meni eshityapsizmi? Vaziyat qanday? Qabul. Elchixona qarshisida tanklar. Ular bizga bor kuchi bilan hujum qilmoqda. Sizni tushundim. Hozir aqlini kiritib qo'yamiz. Bu Amerika qo'shini. Hoziroq keting. Qurollarni tushiring, aks holda o't ochamiz. Boshlang. Ular shu yerda. O'qlarim tugadi. Hammangiz bu yerdan keting, janob. Sam qayerda? Uzoq o'ylab o'tirmang. Tepkini bosing.
Darhol eshikni yoping. Xo'p bo'ladi. Hamma burchakka o'tsin. Yaxshi. Janob, Uitman xonim yerto'lada yo'q. Pichoqni oling. Janob, zambillarni keltiring. Ketdik. Shifokorni chaqiring. Tezroq. Bu yerga yordam kerak. Rahmat. Marhamat, bu yoqqa janob. Dengiz piyodasi bu yerda kim komandir? Ana u janob. Komandir Kenan, o'rningizdan qo'zg'almang janob. Fuqarolarni evakuatsiya qilyapmiz. Davom etavering, polkovnik. Siz ketmaysizmi? Yo'q. Ishonchingiz komilmi? Ha, janob. Hech qayerga ketmayman. Janob, O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring.